Hurmatli institutimizning fidoyi erkaklari, sizlar ilm dargohimizning suyanchi, jamoamizning tayanchisizlar. Sizlarning fidokorona mehnatlaringiz, qat'iyatingiz va vatanga sadoqatingiz tufayli institutimizda tinchlik, osoyishtalik va taraqqiyot hukm surmoqda. Bugun biz nafaqat ustoz hamkasb sifatida, balki haqiqiy tayanch, ishonchli suyanch bo'layotganliklaringiz uchun sizlarga chuqur minnatdorchilik izhor etamiz. Aniq fikr, puxta hisob va yuqori natijalar sizlarning mehnatingiz samarasidir. Institutimizda sifatli ta'lim va taraqqiyotga qo'shayotgan hissangiz uchun rahmat. Ilmga sadoqat, mehnatga mas'uliyat sizning kundalik hayotingizning ajralmas qismi. Institutimiz ravnaqi va taraqqiyoti yo'lida qo'shayotgan xizmatlaringiz beqiyos. Sizlarga mustahkam sog'lik va omad tilaymiz. Hurmatli jamoamiz erkaklari, sizlarni Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor oilaviy barkamollik, sog'lik, salomatlik tilayman. Mashaqqatli kasblaringizga ham ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Sizdagi mas'uliyat, ichki kuch va barqarorlik oilaning, jamiyatning va kelajakning tayanchidir. Har bir qaroringizda ishonch, qalbingizda musaffolik bo'lsin. Siz hurmat va e'tirofga munosibsiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.